Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem murazat tutuşularga mana shunday sufralar jeylerde ham mana shunday korobkada rizq beradilar. Bunda ipi, botiq, xirma, zamzam suvi ham endi shu qotiqqa solib turgan pripravы ashkiltimni endi. Umuman xirma ishlarida bek ko'p izgilik qilinadi. Kimdir xirmalashi, kimdir ipi, kimdir suv, kimdir salfetka, har birisi bunda kelgach izgi yerlarda ko'proq izgilik qilib qolirga tirishgan. Ham u qolgan musulmonlarni shunga aytari, qolganlar da kiptga kirib, kimdir sok olib ulasha, kimdir turli yogurtlar ulasha. Shunga da tege izgilik qila turgan yerda yashasang, o'zingni de qolganlardan ko'rib izgilik qila boshlaysan.